Bugungi darsimizda 5 daqiqa ichida ingliz tilida kinolar haqida gapirishni o'rganib olamiz. Boshladik. Birinchi genres, movie genres haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni kino janrlari. Mana bu so'zni o'qilishiga e'tibor berasizlar. Bu genres deb o'qilmaydi, genres deb o'qiladi. Ya'ni fransuzchadan ingliz tiliga kirib kelgan. Boshladik. Kino janrlari. Birinchisi action. Action janrasi qanaqa bo'ladi? Action bu boyevik, ya'ni urush kinolar bor. Action deyiladi. Comedyni hamma biladi, tushuntirib o'tirishim ham shart emas. Dramaga keladigan bo'lsak, drama kinolarida ko'proq oilaviy munosabatlar, urush, yarash, hissiyotlar va mana shunaqa kinolar drama deyiladi. Horror movies mandan ham yaxshi bilasizlar, o'sha ujastik, qo'rqinchli ruh, arvohlar qatnashgan kinolar horror movie bo'ladi. Thrillerda ko'pincha mana bu jinoyat izini ochish, odam o'ldirish, mana shunaqa janrlardagi kinolar thriller deyilar ekan. Science fiction bu fantastika. Masalan, Marvelni hamma kinosi fantastika desa bo'ladi deyarli. Masalan, O'rgimchak odam deysizmi, Avengers, Qasoskorlar, Batman, xullas bir qancha Hulk. Endi romantikga keladigan bo'lsak, romantikni ham hamma biladi, o'sha sevgi, muhabbat va mana shunaqa his-tuyg'ular haqidagi kinolar. Ana endi o'sha ishlangan kino janrlarini muvaffaqiyatli bo'lganmi, muvaffaqiyatli bo'lmaganmi, shunisini ayta olishimiz uchun qanaqa vocablardan foydalansak bo'ladi. Masalan, blockbuster movie degani juda ham ko'p pul tikilgan va katta mashhurlikka erishib ketgan kinolar blockbuster deyiladi. Masalan, o'sha Marvel kinolarni ham bemalol blockbuster deyishimiz mumkin. Juda ham ko'pchilik ko'radi, dunyo bo'ylab mashhur bo'lib ketgan, deyarli har bitta kinosi. Aytadigan bo'lsak, Uyda yolg'iz kinosini ham blockbuster desak bo'ladi. Xullas, o'sha katta butun dunyoga tanilgan kinolarni blockbuster desak bo'ladi. Bundan tashqari box office hit desak ham bo'ladi. Box office degani o'zi mana bu. Teatrlarda kino chiptalari sotiladigan joy box office deyiladi va hit degani urush. Ya'ni tasavvur qiling, o'sha kino chiptalari sotiladigan joyni urib, sindirib, buzib tashlashdi degani, ya'ni juda ham ko'p sotildi, juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi degani. Masalan, aytsangiz bo'ladi, my favorite movie genre is comedy. Ya'ni meni yoqtirgan kino janram bu komediya. And Home Alone 1 and 2 are my favorite. Home Alone 1 bilan 2 meni yoqtirganlarim, and they are blockbusters. Va ular blockbusterlar, ya'ni eng ko'p sotilgan kinolar yoki box office hits desangiz ham bo'ladi. Eng ko'p sotilgan kinolar. Speakingda ishlatish uchun. Dальше box office flop endi. Endi flop degani o'sha pastga tushib ketish, kamayib ketish degan ma'noni bildiradi va kino yaxshi sotilmagan bo'lsa, box office flop deyiladi. Yoki panned degan so'zni ishlatsangiz bo'ladi. Agar qaysidir kino kimgadir yoqmasa, noto'g'ri joylari bo'lsa, uni tomoshabinlar va tanqidchilar pan qiladi, ya'ni yomonlab tashlaydi, tanqid qilib tashlaydi. Sizlar aytsak bo'ladi, the movie kino was panned. Tanqid ostida qolib ketdi. Aytiladi-ku, masalan, 6 ta pomidor, 7 ta pomidor, o'shanaqa kinolarni pan desangiz bo'ladi, bunday olib qarasiz. Keyingisi big budget degani o'sha katta pul tikilgan kino. Masalan, Titanicga oladigan bo'lsak, katta pul tikilgan va ko'p foyda ham olib kelgan. Low budgetga qaraydigan bo'lsak, low budget bu kam pul tikiladigan, polностью telefonda va xonada o'tib ketadigan kinolar low budget bo'ladi. Hozir bunaqa kinolar juda ham ko'p, bilasizlar. Ana endi kinoga doir boshqa vocabulary haqida gaplashaylik. Kinoni ichi, kinoni janri, kino janri emas, kinoni ichida bo'ladigan voqealar rivoji, kinoni bosh qahramoni yoki kinoni eng kulminatsion nuqtasi, shunga o'xshagan so'zlar. Plot degani o'sha kinoni syujeti degani.
ya'ni kinoni voqealar rivoji qanaqa. The plot was interesting, qiziqarli deyishimiz mumkin. Predictable deyishimiz mumkin. Predict degani nima degani? Predict degani men yozaman. Predictable degani oldindan aytib bersa bo'ladi nima bo'lishini degani. Masalan, siz syujetini the plot was predictable siz oldindan aytib bersa bo'ladi buni nima bo'lishini. Agar shuni oldidan siz qo'shsangiz unpredictable. Oldindan aytib bo'lmas ekan, kutilmagan voqealarga to'la ekan degan ma'noni bildiradi. Twist degan kinoni kulminatsion nuqtasi. Masalan, kinoni ko'rdingiz, zerikdingiz va lekin oxirida bitta kulminatsion nuqtasi chiqib qoldi. The beginning was boring. Kinoni boshlanishi zerikarli edi, but the ending degani kinoni oxiri degani. The ending had an unexpected twist. Ya'ni kinoni oxirida kutilmagan twist bor ekan, ya'ni kulminatsion nuqtasi, ya'ni burilish nuqtasi bor ekan degan. Endi bu vocablarni speakingda ishlatadigan bo'lsangiz, agar sizga movie haqida savollar beriladigan bo'lsa, vocabdan balingizni 7+ ga olib chiqib beradi. Endi, конечно, siz grammatika, talaffuzlarni ham joyiga qo'yib qo'yishingiz kerak. Lekin vocab jihatida sizga yaxshigina yordam bera oladi bu so'zlarning hammasi. Davom etamiz. Main character degani o'sha kinoning bosh qahramoni. Uni main hero desak ham bo'ladi kinoda. Hero ham qahramon degan. Ana endi kimdirni bosh rolda demoqchi bo'lsangiz, masalan aytaylik Brad Pitt bosh rolda o'ynagan bo'lsa, masalan Formula 1 kinosi to'g'rimi? Brad Pitt is in the lead role deyiladi, ya'ni bosh rolda. Undan keyingisi player role degani rol o'ynamoq. O'zingiz ham bilib turibsiz. Buni yana boshqacharoq sinonimi bilan aytadigan bo'lsak, act in desak bo'ladi. Act in. Bu ham o'sha kinoda rol o'ynamoq. Yoki yanada boshqachasiga kimdir kinoda bosh rolda o'ynab porlab chiqqan bo'lsa, o'sha odamni aytib star in desangiz bo'ladi. Star yulduz-ku, o'sha kinoda porlab chiqqan degan. Masalan, Dwayne Johnsonni oladigan bo'lsak, Dwayne Johnson Jumanji kinosida star bo'lib porlab chiqqan deyilgan. Dwayne Johnson starred in Jumanji 1 and 2, ya'ni Jumanji 1 bilan 2 da star bo'lgan, ya'ni yulduz bo'lib porlab chiqqan. Endi, конечно, Jumanjidan oldin Forsajlarda ham chiqqan. Bitta misolda bu. Aytmoqchi bo'lganlarim hammasi mana shu. Agar hammasini tushuntira olgan bo'lsam, juda ham xursandman. Speakingizda kino mavzusida savol tushib qoladigan bo'lsa, albatta ishlating mana shu vocablardan. Daftaringizga yozib oling, yodlang, gaplar tuzing. Xullas o'rganib oling. Sizlar bilan Teacher Bobur bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha.